Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Xitoylik mijozimiz lisab kelibdi. Tesh beringlar deb. 900 mm ga 900 mm lis 30 teshiklarni teshyapmiz. 4 dona 70 ga rastochka qilinadigan teshigi ham bor. Eng qadimiy stanovlarimizdan bittasi 2A 135 da teshib tashlayapmiz. Bunisi 600 ga 600 ligi. Radialniy svillini olish orzuyimiz bor edi. Oldik-u, yurgizib ulgurmay qoldik. Vaqtni o'ldirmaylik deb teshib turdik. Mana o'rtadagi teshiklarga va nihoyat ishlab qoldi. Endi buni teshib yotibmiz o'rtadagi teshiklarni ham. Padalchlari ham avtopadalchlar ishlayapti, Xudoga shukr. 70 lik teshiklarini radialkada teshamiz desak, magnitlari qismasidan qiynaldik. Frezinni deyilib teshib yotibmiz. 65 ga birinchi teshib olib, orqasidan keyin 70 ga rastochka qilishni boshladik mana. 3 talisda bitta qilib olib rastochka qilyapmiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, murojaat qila olasizlar. Xizmatinglardamiz. Toker House jamoasi.